Assalomu alaykum. Ixlos Gate YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari 2025-yilda temir so'rilar hamda kechalaklar, undan tashqari temir darvozalar narxlari nech pul bo'lyapti deb qiziqib yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, obunachilarimiz uchun bugungi videomiz o'zimiz seximizdan bo'ladi. Xudo xolasa zakazga chiqib ketyapti turgan so'rilarimiz, tayyor bo'lyapti turgan so'rilarimizni sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videomizni boshlashdan oldin kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, bittadan shu like tugmasini bosib o'talang. Biz videolarimizni bir boshdan xudo xolasa boshladik, ma'lumotini beraveramiz. Xo'p, birinchi bo'lib mana shudan boshlaydigan bo'lsak, qimmatlaridan ketaveramiz, arzonroqlarga keyin video davomida o'tamiz. Bunisi Bag'dod tumaniga chiqib ketyapti xudo xolasa. Taxtalarni qotirdik. Hammasini taxtalari qotirilgan, pardoz ishlari qolgan xudo xolasa. Ustidan bitta najdaklab, laklarni sepilsa tayyor olib borib ustanovka qilib beramiz. 3 ga 3,5 ko'rib turgan so'rilaring hamma materiali cho'tki materiallardan qilib bergan. Qalin, xudo xolasa bexijolat o'lchab ham tekshirib olaverasizlar. U tarafda muammo yo'q. 8 ga 4, tepa pastlari 8 ga 4, stenkasi 1.7 lik. 10 ga 10 ko'rib turgan asosiy ko'rib turgan joylaring 10 ga 10, qalinligi 1.7 ligidan bo'lgan. Listlarimiz 2 lik. Mana bu ichidagi listlarimiz 2 lik xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsak, buni zakazga 7 million so'mga tayyorlab berdik. Dastavkalari ichida bo'ladi. Endi xuddi shu ko'rinishda bu menga qimmatli qilyapti, ozgina arzonroq degan obunachilarimiz uchun mana bunga o'xshagan stoykalarni 8 ga 8 qilib, mana bularni 6 ga 4 qilib, arzonroq variantda tayyorlab bersak ham bo'laveradi. Endi bularcha narx masalalari materialni qalin yupqaliga qarab o'zgaraveradi. Xullas, bu hamma narsasi yaxshi, qalin materiallardan ishlatilganligi uchun bunisi 7 million so'mga Bag'dod tumaniga dastavkasi bilan tayyorlab berildi. Yonidagisi ikkalasi bular Toshkentga chiqib ketyapti. Xudo xolasa dachaga qo'yishar ekan. Bu ikkovi ham 3 ga 4 razmerda bo'lgan. 3 metrga 4 metr razmerda bo'lgan. Ikkovini ham Toshkent viloyati Ohangaron degan joyga, o'sha bitta tog'iga, dachaga o'rnashtirishar ekan. Ko'pchilik, ko'p odam sig'ish uchun buni zakaz qilishgan. Bu ham ideal. Hamma narsasi qalin, bo'lib gaykali, yig'ishtiriladigan holatda qilib tayyorlatishdi egalari. Bularda dastavkalari ichida 7,5 million so'mdan tayyorlab berganmiz. Hamma narsasi borib o'zimiz o'rnashtirib, chiroyli qilib yig'ib beriladi. Taxtalari qanaqa deganlarga hozir video davomida taxtalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu shifponkali bo'ladi, bir-biriga kiradigan. Chiroyli qilib taxtani ham o'rtasidan bo'linadigan qilib berganmiz, yig'ishtiriladi. Hammasi bo'lib gayka, xudo xolasa bulari yig'iladi. Bu ham o'sha qalin materiallardan tayyorlab berganmiz. O'zini ham xohlagan paytda yig'ishtirib olib qo'ysalar bo'laveradi. Qish kunlarida sizlarga hech qanaqa ziyoni yetmaydi. Narxi 7,5 million so'mdan ikkovini 15 million so'mga dastavka qilib berdik. Endi ozgina o'tib berasiz kelganda deyishgan, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha bu narxdan yana o'tib berib ustanovka qilib beramiz. Yana bir narsa, xohlovchilar uchun gilamlarigacha ham tiktirib, chiroyli qilib o'zimiz olib berishimiz mumkin, hech qanaqa foyda qo'ymasdan. Gilamlarni ham razmeriga qarab qilib berilaveradi. Endi bunisi menga arzonrog'i kerak deganlar uchun 8 ga 8 lardan bo'lgan, razmeri 2,5 ga 3 razmerda tayyorlab berganmiz. 10 kishi xotirjam sig'averadi o'rtada bitta xon taxtalari bilan. Stoykalarimiz 8 ga 8, 2 lik qalinligi, profillarimiz 6 ga 4, 1,5 lik stenkasida bo'lgan. Mana bu joylarga 2 ga 2 profilli, 1,3,5 likdan ishlatganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 2,5 ga 3 razmerdagi narxi 4,5 million so'm, vodiy bo'yicha dastavkasi ichida qilib tayyorlab beramiz. Taxtalari ko'rishlaring mumkin, o'sha shifponkali, ishiga bir-biriga kiradigan taxtalardan bo'ladi. Rangida o'zgartirsalang pulida farq qilmaydi. Shu 4,5 million so'mning ichida xohlagan ranglarga o'zgartirib olsalang bo'laveradi. Vodiy bo'yicha dastavka qilib beramiz. Shu narx ichida vodiydan tashqariga pul qo'shilib qoladi. Endi xuddi shu so'rimizda shokolad rang variantdagi holati, razmeri buniki ham 2,5 ga 3, bu ham shu 2,5 ga 3 razmerda bo'lgan. Xudo xolasa bu ham 4,5 million so'm. Xo'p, lagalari zakazga qarab ko'paytirib ham beraveramiz. O'zi xudo xolasa yaxshi ko'taradigan lagalardan qilib berganmiz. Har bitta lagasini tagiga oyog'igacha qo'yib beramiz. Bunisi ham narxi 4,5 million so'm, vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Xuddi shu materialdan bo'ladigan bo'lsa, shunaqa. Yonidagisi 3 ga 3,5 holatdagisi, oldini endi egalar to'sib beringlar deyishdi.
Bunisi o'zimiz Uchko'prik tumaniga dostavka qilinadigan. Bunisining narxi 7,5 million so'm bo'lgan. Yonidagisi bu ham o'sha 4,5 million so'm holatdagi so'rimiz. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xohlovchilarga mana bu taxtalarini chiroyli qilib gulli holatda ham qilib beraveramiz. Xo'p, kimga shunaqangi so'rilar, undan tashqari ko'rib turganga o'xshagan kachalaklar xizmatlari kerak bo'lsa yoki ularga o'xshagan darvozalar kerak bo'lsa, o'sha ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dostavka qilib beraveramiz. Vodiy bo'yicha shu narxlarda, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beraveramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.